Bismillahirrohmanirrohim. Musulmonning haji. Makkaga haj qilishlik islom rukunlarining 5-chisidir. U badaniy, qalbiy va moliyaviy ibodat turlari jamlanadigan bir ibodatdir. U ibodatni ado etish umr ichida bir marta badaniy va moliyaviy qudrati bor musulmon va muslimaga vojibdir. Alloh taolo Ali Imron surasining 97-oyatida shunday deb marhamat qiladi. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. İnsanlardan kuchi yetganga baytiga haj qilishlik, Alloh taolaning baytiga haj qilishlik farzdir. Kimki bu ibodatni tark qilsa, qodir bo'la turib, Alloh butun olamdan behojatdir. Assalomu alaykum. Makka shahriga kelganda, Haram-i Sharifda bo'lganingizda, qorningiz och qolib qolsa, o'zbek milliy taomlarida yangisi ochilibdi, ko'rsataman. Soatni binosiga kirasiz, 3Bga chiqasiz. 3Bga chiqqandan keyin mana Baskin Robbins, Pizza Hut, mana bu tomonda Hardee's bilan KFC bor. Mana shu yerdan kirib borasiz. Uzbek and roll dishes deb qo'yibdi. Shunday kirishingiz bilan mana qozonda osh, qozon kabob. Bu tomonda assalomu alaykum farmaylar. Mana farmaylar, milliy taomlar, sho'rvalar, salatlar, mantilar, bifshtek. Vah, aka, bu nima bu? Nima san dedi. Mana chigallar, teraslarni, salatlar, choylar endi VIP hammasi bemalol. Bu videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlanib qilib, Instagram va telefon raqamini saqlab qo'ying. Haj. Masjidul Haramning fazilatlari. Makka va Masjidul Haramning fazilatlari. Masjidul Haram Makka-i Mukarramada Arab jazirasining g'arbida joylashgan. Islomda uning fazilatlari juda ham ko'pdir. Ulardan birinchi, u yerda Ka'ba-i musharrafa bor. Ka'ba u to'rtburchak binodir. U Makka-i Mukarramada Masjidul Haram o'rtasida joylashgan. U musulmonlar namozlarida va Alloh taolo buyurgan boshqa ibodatlarda musulmonlar unga yuzlanadigan qibladir. Bu binoni Ibrohim Halilulloh va uning o'g'illari Ismoil alayhissalomlar Alloh subhananing amri bilan bino qildilar. So'ngra keyinchalik bir necha marta bino yangilandi. Alloh azza va jalla Baqara surasining 127-oyatida shunday deydi. Va iz yarfa'u Ibrohimul qawa'ida minal bayt va Ismoil robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ibrohim va Ismoil alayhissalom Ka'ba mushrifani qurishayotgan paytlarida shunday deb duo qildilar. Ey Robbimiz, sening xolis jamoling uchun, sen uchun qilgan duolarimizni qabul et. Sen duolarimizni, so'zlarimizni, niyatlarimizni biluvchi, eshituvchi zotsan. Nabiy Muhammad sallallohu alayhi vasallam Makka-i Mukarramadagi qabiladoshlari bilan birga Hajarul Aswadni, qora toshni ta'mirlash paytida shuni qo'yishlikda ishtirok etganlar. Ikkinchi fazilati, u yer yuzidagi birinchi masjiddir. Ulug' sahobalardan biri Abu Zar radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'radi. Ya Rasululloh, yer yuzidagi eng birinchi qurilgan masjid qaysi? U zot dedilar, Masjidul Haram. Men so'ng qaysi dedim. U zot Masjidul Aqso dedilar. Ular orasida qancha yil bor dedim. 40 yil dedilar. So'ng qayerda namoz o'qishingga to'g'ri kelsa, u yerda namoz o'qi. Afzallik o'sha yerda dedilar. Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Uchinchi fazilati. U yerdagi namozning ajri hisobsiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar. Mening bu masjidimdagi namoz
ya'ni Madinadagi masjiddagi. Masjidul Haramdan boshqa har qaysi masjiddagi namozdan 1000 barobar afzaldir. Masjidul Haramdagi namoz undan boshqa masjiddagi namozlardan 100 ming barobar afzaldir. Ibn Moja, Ahmad rivoyatlari. 4. Makkani Alloh uning rasuli haram qildi. Alloh subhana Naml surasining 91-oyatida aytadi: Men bu shaharni va undagi har bir narsani haram qilgan, shu shaharning Robbisiga ibodat qilishlikka buyurildim va musulmonlardan bo'lmoqligimga buyurildim. Alloh subhana Makkani o'z xalqiga haram shahar qildi. Unda qon to'kishlik haram, birortasiga zulm qilishlik haram, ovni ovlashlik haram, yoki daraxtlaridan yoki hashaklaridan kesishlik haromdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkani Alloh haram qildi. Uni insonlar haram qilmadi. Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan insonga u yerda qon to'kish va biror daraxtini kesishligi halol bo'lmaydi dedilar. Buxoriy va Muslim rivoyatlari. 5. Makka Alloh va uning rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallamga shaharlarning eng suyumlisidir. Sahobalarning biri aytdi: Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Jazura degan bir joyda tuyasi ustida ko'rdim. Bu Jazura Makkadagi bir mahalla. U zot shunday dedilar: Allohga qasamki, sen Allohning eng yaxshi yerisan va Allohning eng sevimli yerisan. Agarda men sendan chiqarilmaganimda aslo sendan chiqmas edim. Termiziy va Nisoiy rivoyatlari Fil Kubro kitobida. 6. Alloh subhana kimki qodir bo'lsa o'z baytini haj qilishligini farz qildi. Ibrohim alayhissalom insonlarni haj qilishliklariga nido qildi. Har qaysi joylardan insonlar elchi bo'lib keldilar. Piyoda, tuyalarni minib, har xil masofalardan yetib keldilar. Payg'ambar alayhissalom ham uni haj qildilar. Bu haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar berdilar. Alloh subhana Ibrohim alayhissalomga buyurgan ishi haqida Haj surasining 27-oyatida bu haqida o'zi xabar berdi. Hajning ma'nosi. Haj Baytullohni, ya'ni Allohning uyini ibodatlarini bajarish uchun maqsad qilmoqlikdir. U Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan kelgan amal va so'zlardir. Unda ihrom, Baytul Haramni 7 marta tavof qilishlik, ya'ni aylanishlik, Safo va Marva tog'lari oralig'idagi 7 marta say, ya'ni yugurish, Arafat tog'idagi vukuf, ya'ni Arafat tog'ida turishlik, Minoda tosh otishlik va shundan boshqa amallardan iboratdir. Haj ibodatida bandalari uchun ko'p foydalar bor. Bular: Allohning tavhidini e'loni va hojilar uchun hosil bo'ladigan buyuk mag'firat, din hukmlarini o'rganish, musulmonlar o'rtasidagi o'zaro tanishuv va boshqalardir. Hajning vaqti. Haj amallari Zilhijja oyidan 13 va 18 kunlari orasida markazlashadi. Bu islomiy taqvim kalendardagi qamariy oyidan 12-oydir. Haj qilishlik kimlarga vojib? Hajning vojiblariga musulmon mukallaf, ya'ni oqil, boliq, ya'ni aqlga ega, balog'atga yetgan va qodir inson bo'lishi shart qilinadi. Qodirlik ma'nosi nima? Baytul Haramga yetishlik imkoniyatlari to'g'ri va qonuniy yo'l bilan bo'lishligi. Joni va moliga xotirjamlik bilan bo'lishi. Oddiy safar mashaqqatlaridan ortiqcha katta mashaqqatsiz haj ibodatlarini ado etmoqligi va o'zining hojati asliyasidan, ya'ni tabiiy ehtiyojlaridan ortiqcha nafaqasi haj qilishi uchun bo'lishligi va nafaqasi lozim bo'lgan
ya'ni qaramog'idagi kishilarning ham nafaqalariga yetarli mablag'i bo'lishligidir. Haj qilish uchun musulmonning qodir bo'lish ahvollari. Birinchi, o'ziga haj qilishga qodir bo'lishi. Buning ma'nosi uning Baytullohga yetishiga hech qanday odatdagidan ortiqcha mashaqqatsiz qodir bo'lishligi va shunga uning oldida yetarli moli bo'lishligi. Shu holatda uning o'ziga haj farzligini ado etmoqligi vojib bo'ladi. Ikkinchi, o'zi emas, boshqaning qodir bo'lishligi, ya'ni u kasalligi yoki katta yoshligi sababli haj qilishga qodir emasligi. Lekin o'zini o'rniga haj qiladigan odamni topadi va bu odam mol evaziga u tomonidan haj qilib beradi va haj qildirgan odam unga mol beradi, ya'ni uni rozi qiladi. Uchinchi, o'zi ham hajga qodir emas, boshqani ham haj qildirishga qodir emas odam, ya'ni bunday odam hajga qodir emas. Unga haj qilish vojib emas. Masalan, unda haj qilishi uchun ehtiyojlaridan ortiqcha moli yo'q kishi, oilasiga yetarli nafaqasi yo'q kishi, bunday kishining haj qilishi uchun mol to'plashligi lozim bo'lmaydi. Lekin qachon qudrati hosil bo'lsa, unga haj qilishligi vojib bo'ladi. Ayol kishining haj qilishi uchun mahramning shartligi. Ayol kishiga haj vojib bo'lishligi uchun mahram bo'lishligi shart qilinadi. Ayol kishiga uning haj qilishligida mahramlaridan biri yo'lda sherik bo'lmasa, unga haj vojib bo'lmaydi. Ular uning eri yoki o'sha ayol kishining doimo turmushga chiqishi mumkin emas shaxslar, masalan, ota, bobo, o'g'il, o'g'lining o'g'li, aka-ukalar, ularning o'g'illari, amakilar va tog'alar va shu kabilardir, ya'ni mahramlar. Hajning fazilatlari. Hajda ko'p fazilatlar va yaxshiliklar bor. Shulardan biri, u eng afzal amallardandir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam so'raldilar: "Eng afzal amal qaysi?" U zot dedilar: "Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirishing." So'ngra nima deyildi? U zot dedilar: "Alloh yo'lidagi jihod." So'ngra nima deyildi? U zot dedilar: "Hajji mabrur." Buxoriy, Muslim rivoyatlari. Ikkinchi fazilatlaridan, ya'ni ikkinchisi mag'firat, ya'ni kechirim kunlarining eng ulug' vaqti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Kimki haj qilsa, gunoh qilmasa va fosiqlik qilmasa, u onadan yangi tug'ilgan go'dakdek." Buxoriy rivoyati. Bu fazilatlar va undan boshqalarning har biri niyati yaxshi bo'lgan, qalbi toza bo'lgan va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashuvchi bo'lgan barcha musulmonlar uchundir. Hajning maqsadlari. Shaxslar hayotida va jamiyatda haj uchun buyuk g'oya va maqsadlar bor. Shuning uchun Alloh subhanahu Nahr kuni, ya'ni Qurbonlik kunida Alloh subhanaga hoji muqarrab bo'lishi uchun qurbonlik qilar ekan, hojiga qanday ishlar vojibligini aytib o'tgandan keyin shunday deydi. Ya'ni hojilar nima ish qilishligini hammasini aytgandan keyin Haj surasining 27-oyatida shunday deb marhamat qiladi: "La yanalalloha luhumuha va la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Allohga siz so'ygan qurbonliklarning go'shtlari ham, qonlari ham yetmaydi. Lekin unga sizlardagi taqvo yetadi. Ya'ni Allohga faqat o'sha qurbonlik so'ygandagi taqvogina yetadi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Baytni tavof qilishlik, Safo va Marva o'rtasidagi sa'y va jimor, tosh otishlik Allohni zikrini barpo qilish uchundir." Abu Dovud rivoyati.
Va yana undagi g'oya maqsadlardan birinchisi Alloh subhanaga o'zini xor va bechoraligini ko'rsatishlik. Chunki hoji butun ziynatlanish va lazzatlarni tashlaydi. Robbisiga o'zining faqirligini ko'rsatish uchun ihrom kiyadi va o'z hojasiga xalos bo'lish uchun dunyo va uning mashg'ulotlaridan ajraladi va shular sabab uning mag'firati va rahmatiga musharraf bo'ladi. So'ngra Robbisiga bergan ne'matlariga va fazliga shukr aytib, tavba tazarru qilib, gunohlariga va xatoliklariga istig'for aytib, Arofatda turadi. Ikkinchi, ne'matiga shukr. Hoji ikki jihatdan haj farzini ado etishlikka shukrni shakllantiradi. Mol ne'matiga shukrni, badan salomatchiligiga shukrni. Bu ikki ne'mat shunday ulug' ne'matki, inson bu dunyoda undan foydalanadi. Hajda bu ikkala ulug' ne'matiga shukr qilishlik bor. Hajda musulmon jonini qiynaydi va Alloh subhanahu taologa yaqinlashish uchun Robbisiga itoatda bo'ladi. Molini sarflaydi va shubhasizki ne'matiga shukr aytishlikka birlaminchi aql buni vojib qiladi. Din shariati uni farz qiladi. Haj qilishlik iymoniy safar bo'lib, unda banda o'zini Alloh azza va jallaga muhtojligini izhor qilishlik bor va unda taqvo va qullik ma'nolarini ro'yobga chiqaradi. Agarda musulmon haj hukmlarini o'rgansa, Alloh subhana bizga yuklamagan ko'plab mashaqqatlardan saqlanadi. Uchinchi, musulmonlarning jamlanishlari. Hajda yer yuzining qit'alaridan ko'plab musulmonlar jamlanadilar va ular o'zaro bir-birlari bilan tanishadi va do'st bo'ladilar. U yerda insonlar o'rtalaridagi farqlar yo'qoladi. Boy va faqir o'rtasidagi farqlar, jins va ranglar o'rtasidagi farqlar, til va lug'at o'rtasidagi farqlar hammasi yo'qoladi. Musulmonlarning so'zi bashariy buyuk konferensiyasi birlashadiki, uning a'zolarining so'zi yaxshilik va taqvo ustiga va haqqa vasiyatga, sabrga vasiyat ustiga jamlanadi. Uning buyuk maqsadi hayot sabablarini hamda samoviy sabablarni bog'lashlikdir. To'rtinchi, oxirat kunini eslatishi. Haj musulmonga yo'liqish kunini eslatadi. Sabab, agarda hoji kiyimlaridan ajrasa, ehrom bog'lab talbiya aytadi va Arafat tog'ida tik turadi va ko'plagan odamlarni ko'radiki, ularning hammalarining liboslari bir xil va kafanga o'xshaydi. Shunda uning hayoliga vafotidan so'ng musulmon tez kunda nimalarga ro'para bo'lishi keladi. Mana shu uni Allohga yo'liqtiradigan kunga tayyorgarlikka va Allohga yo'liqmasdan oldin safar zodini olishiga sabab bo'ladi. Beshinchi, Alloh azza va jallaga tavhidni ko'rsatish va so'z va amalda, ibodatda u zotni yakka o'ziga ibodatini izhor qilishlik. Hajning shiori, an'anasi u talbiyadir. Ya'ni labbaykani aytishlikdir. Sahobalarning biri Nabiy sallallohu alayhi vasallamning talbiyani qanday sifatli shunday dedilar. Ular tavhid ahli. Muslim rivoyati. Tavhid haj an'ana shiorlarining har birida aniq, ravshan, zohir bo'lib turadi.